Xo'p, do'stlar, mana bolalar bilan Registondamiz. Raislar bilan. Jimmy mana. Fotografer. Rais. Registon maydonidamiz. Tungi Registon. Sizga Tungi Registon kerakmidi? Samarqand. Assalomu alaykum. Bolalar bildi, bitta qarashdi. Prezident haykalining oldiga keldik. Rasm tushish jarayoni. Fotosessiya. Men tushiraman deyapti. Siz tushiraman deyapsiz. Mana o'zim telefonimda tushiraman men. Mayli, biroz yerda tushirmang, qo'yaveringlar. Kiringlar. Bolalar bilan Islom Karimov uyiga keldik. Islom Karimov hovlilariga, bog'ning hovlilariga keldik. Sinfdoshlar bolalar bilan Islom Karimov qabrlariga keldik. Tot ibodatga shay bo'lib turibdi bular. Bu tarafida Hazrat Xizrga ham kirib chiqdik. Turistlar yurishibdi. Endi ichini olish noqulay. Bolalar bilan Hazrat Xizrdan Kim yo'q? Kim yo'q, qaysini? Men yo'q-ku. Demek mana bolalar bilan Shohizindadamiz. Shohizindadamiz. Shohizanda ansambl aylanıyoruz. Shohlar sanatının zamanında bu yerda ağaçlarning oqasinlari, sarkardalar, mana bu masjidda keyin payg'ambarimizni amakivachchalari Husayn ibn Abbos qabrlari bor bu yoqda. C'est de petit. Bu dargohga ta'rif qilinglar. Husayn ibn Abbos. Yo'lxona, ziyoratxona, masjid, tashqaridagi maqbaralar, Amir Temur avlodlar.
Endi nima uchun shohizimda deyiladi desa, ko'pchiligimiz o'qiganmiz, eshitganmiz, tirik g'oyib bo'lgan, borga kirgan degan cho'pchak rivoyatlardir. Qabullarga Amir Temur bobomiz aynan o'zlari tilla bilan oyat yozdirganlar. Bir kunki odamlar shohizimlarni izlab yurmaslik uchun Alloh yo'lida jonlarini fido qilib shahid bo'lganlarni o'zi demanglar, ular Alloh nazdida tiriklar degan oyatni hujjat qilib keltirib ketgan. Shuning uchun biz u kishi tirik, u bu deyishga haqqimiz yo'q. O'sha oyatga muvofiq bu kishi jangda shahid bo'lganliklari uchun shahid zinda. Farsida shahid zinda degan shahidlar shahid. Qisqacha ta'rif bor. O demak mana bolalar bilan Yo, mana olyapman-ku. Bu buncha olmuş olmuş qutlug'i maqbarasi. Bu Amir Temur ayollarniki. Aha. Sizga savolda shohzinda degani nima? Shohzinda degan tirik shohlar Amir Temur bobomiz nima bir oyatda yana shahidlar tirik bo'ladi, ruhi tirik bo'ladi. Shuning Jimtir to'g'ri ma'lumot aytdi. ya'ni ular shahidlar tirik degan. Forsiyda ya'ni shahi zinda, ya'ni tirik degan ma'noda. Bizda shohi zinda bo'lib ketgan shuning uchun. shahid bo'lgan. Ha, mana hisob bilan qilsam, masalan, 50 yoshda bo'lgan ekan, 50 yoshida Jangda o'lgan ekan. o'shancha. Ayollarchi? Endi bular Endi yo'q. qo'shimcha. Endi qarang, maqbara ham shunday bo'lgan ekan, o'sha yaqin insonlar. Bu tarixchilarga nima endi shubha bilan qaraysiz. Yangi mana yuribmiz bolalar bilan. Turistlar ham to'lib ketgan. Ko'p. Shohizimda. Maqbarasida yuribmiz. Bolalar bilan. Ha, demak mana. Bolalar ketyapti mana. Turistlar. Bolalar bilan bulvarga keldik mana. Biz qarayapmiz. Tezligimiz yo'q hozir. Bulvar. Samarqand bulvar. Amir Temur haykali. Bulvar. Vallahi. Mana bu yer dam oladigan joy. Salqin bo'ladi. Ha, samga hayna mana hayna. Hozir ko'rsataman. Amir Temur haykaliga keldik. Do'stlar bilan. Men Amir Temurga o'xshayman degan. Bolalar bilan ko'ram yerdamiz. Ichkarida ham biron kishi bormi? Bilmadim. Ko'ram yerdamiz. Suvenir. Kirdik. Mumkin emas. Tushundim. Bolalar bilan Samarqand parkka keldik.
olish kerak o'zingiz. Parkka. Molla bilan iftorlik qildik. Sal ko'tariladi. Oxirgi iftorligimiz bo'ldi. Sayohat davomida. Qashqadaryodamiz.